Osoyishta va farovon yurtda yashash har bir inson uchun beqiyos baxt. Tinch osmon ostida erkin mehnat qilish, bolalarning kulgusini eshitish, bayram va tadbirlarni quvonch bilan nishonlash imkoni jamiyat taraqqiyotining eng oliy mezonidir. Bu baxt esa oilalar tinchligini ta'minlash, tartib-intizomni mustahkamlash yo'lida fidokorona xizmat qilayotgan insonlar mehnati bilan barqaror bo'ladi. Samarqand shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi, xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektori, katta leytenant Nargiza Burxonovaning xizmat kuni mas'uliyatdan boshlanadi. Bir qarashda uning nigohida qat'iyat bor, ammo shu qat'iyat ortida mehr, e'tibor va himoyaga tayyor qalb yashaydi. U zo'ravonlikka qarshi, ayollar huquqlari uchun, yosh qizlarning ilm olishga, kasb-hunar egallashga intilishi uchun jon kuydiradi. Xizmat faoliyati ish vaqti degan so'z bilan o'lchanmaydi. Oilalar tinchligini ta'minlash, xotin-qizlar murojaatlarini hal etish, ajrimlarning oldini olish borasida jon halak. Uning daftarida raqamlar emas, balki taqdirlar yozilgan. Biror oilada nizo chiqsa, darhol yetib boradi. Bir kishi qo'shnisi bilan kelisha olmayotgan bo'lsa, ularni yarashtiradi. Bir qiz hayot yo'lini tanlashda ikkilansa, uning qalbiga yo'l topadi. Chunki bu ayolning eng kuchli quroli mehr va ishonchdir. Chehrasida charchoq bo'lishi mumkin, ammo ko'zlarida har doim jur'at aks etadi. Chunki u biladi, har bir ayol baxtli bo'lsa, jamiyat gullab yashnaydi. Ba'zan u o'z oilasini ham unutib, boshqalar taqdiri bilan band bo'ladi. Bir yolg'iz onaga hujjat masalasida yordam bersa, bir qizga ish topib berib, uni hayotga qaytaradi. Ana shunda kasbidan qoniqishni his etadi. Men kimningdir quvonchiga sabab bo'ldim degan faxr tuyadi. Katta leytenant Nargiza Burxonova haqiqiy baxt boshqalar baxti uchun yashashdir degan shiorga amal qiladi. 2023-yildan beri birga yelkama-yelka ishlab kelmoqda biza. U kishi inson sifatida juda ajoyib inson sifatida hamda xodim sifatida juda ham ajoyib xodim. Juda ham tirishqoq, o'z ishiga mas'uliyatli, undan tashqari juda ham saviyasi baland inson sifatida bilaman men. Bergan topshiriqlarni hamisha o'z vaqtida bajaradi. Undan tashqari ish faoliyatini yaxshi olib boradi, tajribali inson sifatida men bilaman. Hamkasbimiz Nargiza yoshlar bilan juda ham a'lo darajada ish olib boradilar. Sababi ko'p yillik tajribaga ega. Ajrim yoqasidagi kelgan oilalar bor, yoshlar bor. Ularga yana oilasini qaytadan yarashtirishga harakat qiladi. Yaxshi ona, yaxshi xodima sifatida qadrlaymiz. Har kuni turfa taqdirlar bilan yuzma-yuz bo'laman. Ularning o'z hikoyasi bor. Suhbatdoshlarim oddiy, jabrdiyda. Ba'zilari o'z haq-huquqlarini bilmagani bois hayotda qiynalgan, ish izlab turli joylarda sarg'aygan, qaynona yoki turmush o'rtog'idan tazyiq ko'rgan, mushkuliga chora izlagan mushtipar ayollar. Shunda ham sabrga suyanib yashaydi ular. Oxiri najot istab bizga murojaat qiladi. Mahalla, nuroniylar, tegishli tashkilotlar bilan birgalikda ularning oilasini o'rganamiz. Profilaktik, psixologik, tarbiyaviy suhbatlar o'tkazamiz. Natijasi esa doimo ijobiy bo'ladi. Oradan vaqt o'tib nizoli oilalarga kirganimda, ayolning chehrasida kulgu porlab turganini ko'rganimda, ko'nglim taskin topadi, deydi suhbatdoshimiz. O'zi yoshligimdan qiziqardim, chunki Xudo rahmatli dadam shu ichki ishlardan chiqqanlar. Shunga forma kiyishga qiziqib, 2003-yil forma kiyganman. Oilalarni yarashtirib, bir muhtoj ayollarga hamkor tashkilotlar bilan yordam bersak, va ancha o'zimga yengillik bo'ladi. Shu oilaga foydam tegyapti deb xursand bo'laman. 23 yil xizmat qilib kelyapman. Xohlardimki, men farzandlarim ham shu forma kiyib, Xudo xolasa nasib bo'lsa, mana ikkinchi farzandim ham hozir litseyda o'qiyapti. Hamkor tashkilotlar bilan mana hozir 18-fevraldan 18-martgacha bizda hozir turmush tadbiri ketyapti. Turmush tadbiridan tashqari xabaringiz bor, 25-dan beri xavfsiz oila, xavfsiz xonadon tadbirimiz ham, tozalash tadbirlarimiz ham ketyapti. Kunida 4-5 oilalar nizolashayotgan, sudda nizolashayotgan, suddan tashqari mana bu probatsiya ro'yxatda turuvchilar bor, ilgari sudlanganlarimiz, spirtli rujuga qo'ygan ayollarimiz bor, shular bilan gaplashamiz. Janjolli ayollarimiz bor, farzandlaridan tashlab ketgan yoki turmush o'rtog'i alimentdan bosh tortib tashlab ketganlarimiz bor.
o'sha hamkor tashkilotlarimiz bilan har kuni ishlaymiz. Shu ayollar bilan gaplashayotganimda ham ayrim ayollarimiz nuqsonliklari ham ko'p. Mana oila muqaddas ekanligini, farzandlarni tashlab uzoq muddatga chiqib ketmasliklarini, shu yerda o'zimizda, yurtimizda ishlab, ishga joylashtirishda hokimiyat tashkilotlari bilan hamkorlikda hamma ish olib borilyapti-da. Agar tazyiqqa uchrayotgan bo'lsa, yashirinib o'tirmasdan uni chiqib aytish kerak. Mana ichki ishlar xodimlari, bizda xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlarga himoya order berish bizning vakolatimizda. Himoya order berib, ularni himoyaga olamiz, ayollarimizni. Ularga yo'l yo'rig'ini ko'rsatamiz. Nargiza opa kunlik xizmatdan so'ng oilasiga oshiqadi. 6 nafar farzandning onasi. Farzandlarining bilimli, komil insonlar bo'lib ulg'ayishi yo'lida o'zi ham muntazam o'qib izlanadi. Chunki ota-ona o'qimishli, ziyoli bo'lsa, oilada xotirjamlik bo'ladi degan so'z xonadonning oltin qoidasiga aylangan. Ichki ishlar xodimasi bo'lsam ham, kasbimni yaxshi ko'rsam ham, lekinki men uyda onaman, uyda rafiqaman, kelinman. Shuning uchun ham uy ishlarida men o'zi ovqat pishirishni, yaxshi taomlar bilan farzandlarimni xursand qilishni juda ham yaxshi ko'raman. Mana hozir baribir kechda ishdan keyin kelgandan keyin bolalarga o'zim pishirib beraman ovqatlarini, chunki farzandlarim hali kichkina bo'lganligi uchun ular ham xohlaydi men o'zim pishirib bergan taomlarimni yeyishni. Qaynonam, qaynotam yaxshi ko'radilar. Kelin, siz qo'lingizdan ovqat qiling, pishiring, yeylik deb osh qilib beraman, baraklar qilib beraman. Xamirli ovqatlarni juda ham yaxshi ko'raman pishirishni. Oshxonam meni sevimli joyim. Ha, hozir ham mana chuchvaralarim tayyor. Iftorlikka o'tiramiz. Nargiza Burxonova mana 23 yildirki sohada xizmat olib bormoqda. Uning muvaffaqiyati ortida doimiy o'qish va ma'naviy tayyorgarlik, eng muhimi vatanga muhabbat bor. Shu muhabbat uni har kuni forma kiyishga, el xizmatiga chiqishga undaydi. Ana shunday fidoyi xodimalar bor ekan, yurtimizda oilalar osoyishtaligi mustahkamlanib boradi. Odamlar ishonchi esa yanada ortadi. Qaddingni baland tut ey aziz ayol, mag'rurlik bosh eksin sening qoshingda. Dunyo beshigin quchog'ingga ol, hayotning quvonchi bo'lsin boshingda. Qaddingni baland tut ey aziz ayol, mag'rurlik bosh eksin sening qoshingda. Dunyo beshigin quchog'ingga ol, hayotning quvonchi bo'lsin boshingda. Mehribon onamsan, Munisa singlim ey ayol. Umrim ma'nosi yoru suyugim ey ayol. Muqaddas aziz tilagim, keragim ey ayol. Sen qalbi nozigim, ko'ngli buyugim ey ayol.